Agarda front-end dasturchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Sababi bir dona Figma plagini orqali siz istalgan veb-saytning Figma dizayni tayyorlashingiz mumkin. Bu plaginni men o'zim startapimdan ishlatib kelyapman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, qaysi plaginligini aytib o'taman. Biz Google yoki Safari'dan istalgan saytga kirib olamiz. Men Apple saytiga kirib oldim va buni username'ini kopirovat qilamiz va Figmaga o'tamiz. Biz Figmadan bu yerga veb-saytimizning manzilini tashlaymiz va jarayon boshlandi, oxirida yakunini ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, Apple kompaniyasining asosiy veb-saytini dizaynini chizib berdi. Ushbu plagin nomi HTML2Design degan plaginni o'rnatib olsak, shunga linkini joylaymiz va istalgan veb-saytning Figmasini chizib beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, meni kuzatib boring. Sababi bu profilda men dasturlashga oid eng qiziqarli va foydali ma'lumotlarni berib boraman va o'zimning startapim qanday jarayonda ketayotganini ko'rsatib boraman.